Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan iPhone 15 Pro Max hamda Samsung Galaxy S25 Ultra ni plus va minus tomonlarini solishtiramiz. Hozir uzoq muddatdan beri Samsung hamda Apple gadjetlaridan foydalanib keladigan insonlardan o'zlarini smartfonlari to'g'risida to'liq obzor ko'ramiz. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. iPhone modeli bo'yicha hozir o'zim ishlatayotgan 15 Pro Max, ya'ni buni 1 yildan beri ishlataman. Hozirlarga buni to'liq plus minus tomonlarini obzor qilib beraman. Xo'p, tashqi ko'rinishga kelsak, titaniumdan ishlangan, juda ham chiroyli, yengil hamda qo'lga unaqa chetlari ortiqcha qiyinchilik tug'dirmaydi, ya'ni qo'lingizga botmaydi. 3 ta kameramiz bor bizni. Asosiy uchalasi ham bittasi 0.5x ga, bittasi 1x va keyingisi 5x zoomga xizmat qilib beradi. Chetidagi knopka 15 Pro Maxdan boshlab o'zgargan, ya'ni bunga qo'shimcha zadaniya qo'yib qo'ysak bo'ladi. Oldin faqat bezvuk uchun ishlardi. Xo'p, pastdagilar ovoz ko'tarish hamda balandlantirish. Bu yoqqa sim karta qo'yiladi. Xullas shunaqangi chiroyli model. Xo'p, ichki holatiga kelsak, juda ham chiroyli, akkuratni, hamma joyi o'ziga yarasha ko'rishlar mumkin. Ko'pchilik bilsa kerak, iPhone'ni ko'pincha odamlar kamerasi uchun xarid qiladi. Chunki kamerasi juda ham sifatli. Mana biz kameraga kirganimizda ko'rishlar mumkin, juda ham chiroyli. Bizda makro rejimda ham bor. 0.5x, 1x, 2x, 5x. Hammasi juda ham tiniq holatda. Xo'p, Pro Reels Log formati ham qo'shilgan bizga. 4K 60 fps olish mumkin. Xo'p, pastda yana qo'shimcha rejimlarimiz mavjud. Foto, portret, panoramaga ham oladi. Xo'p, ushbu telefonimizni ekraniga kelsak, 6.7 dyuymli bo'ladi. Super Retina XDR OLED ekran. 120 Hz Pro Motion texnologiyasi bilan jihozlangan. iPhone 15 Pro Max modelini ushbu titan hamda oq titani ham bor. Qora va ko'k rangli modellari bor. Ya'ni 4 xil rangda chiqqan. Xo'p, operativ holati 8 GB bo'ladi. 256, 512 hamda 1 terabaytli variantlari bor. 128 varianti chiqmagan. iPhone 15 Pro Maxdan boshlab zaryad portimiz bizni Type-C holatiga o'tgan. Oldin Lightning bo'lardi. Bizda asosiy kamera 48 megapiksel, old kameramiz esa 12 megapikseldan iborat. Hop, 8 GB operativka bo'lishiga qaramasdan o'yinlarda, montajlarda, ya'ni montaj ilovalarida juda ham o'zini yaxshi tutadi. Ortiqcha qotib qolishlar bo'lmaydi. Masalan, o'zim oldin Redmi ham ishlatganman, lekin bunga qaraganda aniq hozirgi Redmining eng oxirgi modeli ham bunchalik ishlab bera olmaydi. Minus tomonlariga kelsak, minus tomoni bu narxi biroz qimmatroq bo'ladi va zaryadkasi Samsung va Redmi modellariga qaraganda ancha tezroq ketadi, chunki ichki tizimi ancha ko'p zaryadka oladi. Shu menimcha sababi buni. Ba'zida ko'proq ishlatilganda bu qizib ketadi, to'g'risi. Zaryadkaga qo'yib ishlatganda ham ancha o'zini yomon tutadi. Ba'zida qotib qolish holatlari ham kuzatiladi. iPhone 15 Pro Max modeli bo'yicha hozircha hamma plus minus tomonlar shu, o'zim ishlatayotgan modelim bo'yicha. Endi navbatda Samsungga berishimiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bundan oldin ko'rdinglar iPhone obzorini. Endi bo'lsa Samsung S25 Ultra, ya'ni 2025-yilni boshida chiqqan flagman haqida gaplashamiz. Buni 6 ta rangi mavjud bo'lib, bu hozir titanium black rangi. Ramkalarini ko'rgan bo'lsanglar, oq qilishgan, bilmadim nima uchun. Displeyi 6.9 dyuymli Snapdragon 8 Elite chipi bilan jihozlangan bo'lib, xotirasi 1 terabaytdan 256 gigabaytga va shu bilan bir qatorda IP68 bilan jihozlangan. IP68 ni bilsanglar, suv va changga chidamli hisoblanadi. 6 metr suv tagida 1 soatgacha ham ishlay oladi, hech qanday muammosiz. Operativkasiga keladigan bo'lsak, 16 gigabaytli operativka, asosiy kamerasi 200 megapiksel hisoblanib, 10x optik zoomdan iborat. Ya'ni 10x gacha yaqinlashtirilganda hech qanday kачествоsi buzilmaydi va kadrni to'liq holatda chiqarib beradi. Undan keyingi yaqinlashtirilgan zoomlarda
o'zini sun'iy intellekti mavjud bo'lib, detallarni sifati yo'qolmasligi uchun rasmga olganda avtomatik tarzda uni generatsiya qilib, rasmni tiniqlashtirib beradi. Yana bitta afzalliklardan biri videoga olish jarayonida har bitta detalni o'rganib, unga moslashish xususiyatiga ega. Masalan, ovqat bo'yicha yoki qanaqadir texno yangilik yoki tabiat, shunga qarab ranglari o'zi avtomatik moslashib oladi. Tizimiga keladigan bo'lsak, eng yuqori tezligi 45 vatt bo'lib, u o'rtacha 30 daqiqada 0 dan 100 gacha to'ladi. 25 vattlik besprovодной zaryadga ega. Undan tashqari yana 10 vatt bu avtomatik zaryadni qayta boshqa qurilmalariga, ya'ni Samsung qurilmalariga bera oladi. Masalan, quloqchinlariga, soatlariga, uni o'zini uzuglariga va shu bilan bir qatorda boshqa telefonlar ham, shu Samsung rusumli telefonlarni ham zaryadlay oladi. 10 vattlik zaryadlash o'sha besprovодной zaryadida. Yana sun'iy intellektlariga keladigan bo'lsak, bunda eng ko'p ishlaydigani sun'iy intellekt bo'lib, ilovadan chiqmagan holda Shazam funksiyasidan foydalanish, ya'ni o'zini Gemini tizimi bilan Google bilan integratsiya bo'lgan holda rasmlari yoki o'sha tekstlari undagilarni avtomatik ravishda tarjima qilish, saytdagi video qo'ng'iroqlarni, ovozli pochta xabarlarni to'g'ridan to'g'ri translyatsiya qilib gaplashish mumkin. Lekin hozirda o'zbek tilida mavjud emas. Yana asosiy video bo'yicha qolib ketibdi. Videoga olinganda undagi har xil shumlarni o'zini sun'iy intellekt orqali tozalash imkoniyati ham mavjud. Rasm generatsiyasiga keladigan bo'lsak, rasmdan ortiqcha obyektlarni olib tashlash mumkin. Unga o'zingiz ruchkasi orqali chizgan holda o'zingiz unga xohlagancha rasm qo'shishingiz mumkin. Masalan, detal, obyekt va uni realniy qilib tasvirlab beradi, soyalari bilan, chiziqlari bilan. Buni kamerasiga keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 200 megapiksel bo'lib, 1.7 diafragmagacha ochiladi. Agarda bundan professionalniy kameraga olib o'tsangiz, uni FPS'i 120 FPS darajagacha olib bera oladi va slow motion funksiyasi ham o'zida mavjud bir vaqtning o'zida. Va yana bitta qo'shilgan funksiyasi, bularga S-Log format qo'shilgan. Uni professionalniy darajada olib, uni o'zingiz har xil programmalar orqali bo'yab olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, o'zimning smartfonim haqida ma'lumotlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Mana o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rganinglardek Samsung Galaxy S25 Ultra hamda iPhone 15 Pro Max ni plus va minus tomonlarini o'z egalarini eshitdik. Sizga ko'proq qaysi model yoqdi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoni shu yergacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, charchamanglar.